Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida saralashlar mavzusini davom ettirgan holatda bugungi darsimizda selection sort mavzusini ko'rib chiqamiz. Selection sort asosiy funksiyani yozamiz. Biz o'tgan darsimizda massiv elementlarini random funksiyasi orqali kiritdik. Buni qaytadan har darsda yozib o'tirish shart emas. Buni kopiya olamiz hamda bu dasturimizga tashlaymiz. Endi sorting qismiga yetib keldik. Sort ya'ni saralash qismiga, ya'ni mana shu joyda saralash qismi amalga oshiriladi. Buning uchun bizga bitta for cycle operatori kerak bo'ladi. Indan inchi elementi 0 dan boshlab until n minus birinchi elementigacha olamiz. Bizga bitta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. var degan, uni biza minimal indeksini i ga o'zlashtirib olamiz. Hamda bizga yana bitta for cycle operator kerak bo'ladi. Uni g in i plus 1 dan boshlab oxirgi elementgacha deymiz. Hamda solishtiramiz. Agar massivni jinchi elementi kichkina bo'lsa, massivni minimal elementini indeksidan deymiz. Ularni o'zaro minimal elementni indeksini o'zaro g ga tenglagan deymiz, g ga o'zlashtirgan deymiz. Hamda ikkita for cycle operatordan chiqamiz. Biz endi bitta o'zgaruvchi olamiz va u o'zgaruvchi orqali val temp degan bitta o'zgaruvchi olamiz. Uni boshlang'ich qiymatini massivning inchi elementiga tenglaymiz. Massivning inchi elementini esa massivni minimal indeksi bilan almashtiramiz. Minimal indeksini esa yana qaytarib tempga o'zlashtiramiz. Va massivni saralangan qismini olishimiz uchun mana o'tgan dasturimizdan saralangan holat degan joyini kopiya olamiz. Hamda oxiriga tashlaymiz shuni. Endi ya'ni sorting qismi mana shu yerda amalga oshirilyapti. Dasturni ishga tushiramiz. Ctrl Shift F10 tugmalarini bir vaqt o'zida bosish natijasida dasturni ishga tushiramiz. Hamda massiv elementlar sonini kiritamiz. 10 sonini kiritamiz va 10 ta tasodifiy to'ldirilgan sonlar, mana ular tasodifiy har xil sonlar olamida 100 gacha bo'lgan sonlar va uni pastki holatida, saralangan holatida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kichkinadan kattaga qarab saralangan hammasi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.